O'zbekistonning yakkayu yagona arzanda aviakompaniyasi O'zbekiston havo yo'llari samolyotida parvoz qilsangiz, sizga qanaqa xizmat ko'rsatishadi? Bu videoni oxirigacha ko'rsangiz, albatta bilib olasiz. Bilamiz deganlar videoni ko'rmasanglar ham bo'ladi. Ko'pchiligiga samolyot uchishidan oldin rasm videoliga tushish juda ham qiziq. Ana shu jarayonlarni tugatgandan keyin samolyot bortiga chiqib olasiz va joyingizni qidirib topasiz. Havoshkamiz har bir yo'lovchi o'rindig'iga shunaqa to'plam qo'yib qo'yibdi. Tapchka, ложка va uxlaganda ko'zingizni yorug'likdan saqlaydigan. To'g'risini aytsam, oldin bunaqasini ko'rmagandim. Joylashib o'tirib olasiz va samolyot havoga ko'tariladi. Ana undan keyin naushnik berishadi. Bemalol kino, klip ko'rib ketishingiz, o'yin o'ynashingiz yoki yo'nalishni kuzatib ketishingiz ham mumkin. Ana undan keyin bort kuzatuvchilari bir aylanib choy, sovuq napitka berishadi. Keyingisi esa ovqat. Dunyodagi eng mazali ovqat bu albatta samolyotdagisi. Berilgan to'plamimiz shu: pomidor, bodring, kolbasa, sir, somsa, sariyog', meva, non, keks va yer yong'oq. Tuz, murch, shakar, ketchup, mayonez ham bor. Xohlovchilar tovuq go'shtidan, xohlovchilar esa mol go'shtidan pishirilgan mana shunaqa ovqat olishadi. Qorinni to'ydirib olganingizdan keyin styuardessalarimiz yana bir marta choyingizdan xabar olib ketishadi. Ha, aytgancha, bu ekonom klass uchun taqdim etiladigan xizmatlar. Biznesda nimalar berishligidan umuman xabarim yo'q. Qorin to'ydi, g'am ketdi deganlarida endi oynadan go'zallikni ko'rib ketsa bo'ladi. Xo'sh, siz O'zbekiston Airways'ni bu xizmatlardan foydalanganmisiz yo'qmi? Buni izohlarda yozib keting. Videoni sayohatsevar do'stingizga yuborib qo'ysangiz ham bo'laveradi.